Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar va bizning obunachilar. Ashaddiy obunachilarimdan qanchadan beri obunachisiz-da? Anchadan beri obunachiman deb o'zlar ham bilmayaptilar. O'sha ko'rib yurardingiz-a? Ha, jar solib hammaga bitta kasb shu bitta palto beraman, boshdan oyoq kiyinganga 7 sovg'a beraman deyapman-ku. Kimdir paltoni kasbini ichiga tiqaveradi deyapti. Nimasa deyapti? Et furar karvon o'tar. Boshdan oyoq sarpo qilib berdim. Shu kasb shimga bitta palto 7 sovg'alarni oldingizmi? Oldim. Xudoga shukr, oldim, ishondim. Unaqa yolg'on emas ekan. Yolg'on yo'q. Chesli, o'zim keldim, lakatsiyalar tashlab berdim. Shu kasbni ichiga paltoni tiqib yubordingmi, pulini yot qilmadimi? Yo'q, unaqa narsa. Alohida bo'ldimi? Ha, unaqa. Hammasi chiroyli bo'ldi. Zo'r bo'ldimi? 7 sovg'a, bitta palto bepul. Qarang, ko'rib yurar ekansiz. Nima deb o'ylardingiz o'zingiz? Shu hoji aka aldayaptimikin yo rostmikin degan fikr bo'lganmi? Sizni ko'rib aldayapti deb o'ylamaganman. Ha. Ishonib keldim men. Yaxshi odamligimni bilgan ekan deb. Ilohim savdolaringni bersin, barakasini bersin. Shu do'konlaring yashnab, gullab, ilohim yaxshi savdolarni ishonchli ekan. Mana keldik, shuncha sovg'a salomlarni oldik. Sizlarga Rostmikan hojoni? Albatta rost ekan. Mana Xudoga shukr, mana shuncha sovg'a salomlarni oldik mana. Ilohim sizlarga ham omadlaringni bersin. Amin. Rivojlaringizni. Amin, amin. Ilohim bolalaringizni rahmat, salomat bo'linglar. Pahlavonga ham Alloh pahlavon o'g'il qizlarni bersin. Ilohim o'tganingiz kelsin. Kelinglar, Qo'qon Mumtoz shundoq kiyosaklar do'koni. Obuna bo'lishni unutmang.